shirin qalampirni ya'ni 1 yil davomida o'stirish uchun ya'ni gidroponikada qanday formulovka qilinadi? Qanday olib boriladi? Shoxlari, yon shoxlari, asos shoxlari tushuntirib o'taman. Bizda O'zbekistonga klimatga mos bo'lgan bu formulovka qilinadi. Ya'ni qanday klimatga qaraladi? Bizda aslan ekin almashishi avgust oyiga to'g'ri keladi. Bu hosil tugib to massa hosil berayotganda bu oktyabr, noyabrga to'g'ri keladi va dekabr oyida salqin havo kelgani sababli o'shangacha biz ko'proq hosil olish maqsadida ko'proq shox qo'yiladi. Agar biz buni mart oyida ekkanimizda ikkita shoxni o'zini qo'yibdi, kichkinalar yonish hamma shoxlarni sindirib tashlab, ikkita shoxni o'zi meva olib ketsak bo'ladi. Ya'ni oldini ochiq kunlar bo'lgani uchun o'sib ketaveradi. Lekin avgust oyida ekiladigan bo'lsa yoki sentyabr oyida ekiladigan bo'lsa, mana bitta o'simligingizdan 5 ta shox o'sib chiqqan, mana 5 ta o'sib chiqqan. Shundan eng baquvvatli ikkitasini ipga aylantiramiz. Mana ikkita shox ipga aylantirildi. Qolganlarini mana 5 ta shox bor, yana qolgan 3 ta shoximiz qoldi. 3 ta shox nima bo'ladi? 3 ta shoximizni maksimal darajada sinib ketmaydigan darajada где-то bo'yi bir 60-80 sm o'stiriladi-da, bu kallasi to'xtatiladi. Mana bu to'xtatiladi. 3 ta shox kallasi boshda olinadi, qolgan 2 ta shox qoladi. 2 ta shox o'sishni davom etaveradi. Bu shoxdagi mevalar olinib bo'lgandan keyin qishgacha bular ham meva berib tugaydi. Keyin kam-kamdan sindirib olib tashladi, 2 ta shoxda o'zi ketaveradi.